yetim keldilar. Bir yetim bola keldilar. Yig'lab turibdi bir chekkada. Bolalar o'ynagan, biri yoqqa yugurgan, biri yangi libos kiygan, birini qo'lida yeguli, xursand. Bu bola yig'lab turibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bordilar. "Ey bolajonim, nimaga yig'layapsan? Seni kim yig'latdi bolam?" dedilar. "Bobojon, men yetimman" dedi. "Mani otam yo'q. Menga yangi kiyim olib beradigan, yangi libos olib beradigan otam dunyodan o'tgan, men yetimman" dedi. "Ey bolam, Allohning payg'ambari seni otang bo'lishligiga rozimisan?" dedilar. "Fatima seni opang bo'lishligiga rozimisan?" Bu gaplardan u zotni Rasululloh ekanliklarini bilib xursand bo'ldi-yu bola.